Hozir bolalarda ko'p uchraydigan allergik holatlarni tushuntirib o'taman. Bu bolalarda eng ko'p uchraydigan diatezlar, plyonочный dermatitlar, shu pampers tarqadigan joylarda toshmalarning boshqasi. Bolalarimiz tug'ilganda ko'pchilik ota-onalarimiz shunga ahamiyat berishmaydi. Bolalar yanoq qismida yoki yuzi qizarishi toshma bo'lganda bu ko'pchilik ota-onalarimiz bola shirin yoki befarq bo'lishadi. Bu ota-onaga birinchi signal bo'lishi kerak, bola allergichni tug'ildi degan. Buni vaqtida qarab, to'g'ri parvarish qilib, onasi parhez qilib qilinmasa, bu keyinchalik shu allergik dermatit, atopik dermatitga o'tish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Hamda bolalarda eng ko'p uchraydigan plyonочный dermatit, bolalar tagliklar dermatiti deyiladi. Bu shu pamperslar taqib qilingan joylarda qizarishi. Bunda ko'proq nimaga e'tibor berishimiz kerak? Birinchidan, tagliklarning sifatiga. Uni originallik, podelka emasligini, lekin har bir bemorda bu individual hisoblanadi va tagliklarni tez-tez almashtirish. Bir xilda bo'ladiki, shu tagliklarni o'zida bolalarimizni o'sha o'zini siydik, axlati bilan qolib ketgandan keyin ularni o'sha teri раздраженияsi sifatida ham bu jarayonlarni kuzatishimiz mumkin. Hamda hozirgi kunda gipoallergen tagliklar chiqqan, shulardan ko'proq foydalanish hamda teri himoya baryer funksiyasini, pH, teri mikrobiomasi deyiladi, shunga ko'proq e'tibor berish, buning uchun yaxshilash uchun maxsus emolliyantlardan foydalanish tavsiya bo'ladi. Ko'pchilik onalarimizning xatosi har xil uy sharoitida yog'lardan foydalanish. Bu ham o'zi ham allergiyaga olib kelishi mumkin. Bu yerda maxsus terini tinchlantiruvchi, namligini saqlab turuvchi emolliyantlardan foydalanishi tavsiya beraman. Bu hozirgi kunda o'sha O'zbekiston yoki dunyo bo'yicha bu La Roche-Posay, Bioderm, o'zimizning mahalliy o'sha Fatiderm, Fati Baby degan emolliyantlardan foydalanish bu maqsadga muvofiqdir. Hamda onalarimiz to'g'ri ovqatlanish diyeti. Bunda shu ovqatlanish ratsionidan achchiq, sho'r, shokolad, tuxum, kofe, toza sut, shunga o'xshash mahsulotlar nafaqat bola, balkim onasi ham bu parhezga rioya qilish tavsiya beriladi.